Surxondaryo viloyatida huquqbuzarlik va jinoyatchiliklarning oldini olishga qaratilgan Chilonzor tajribasi asosidagi ishlar izchil davom ettirilmoqda. Xususan, Termiz shahri Bog'ishamol mahallasida ham ushbu tajriba asosida tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Mazkur mahallada bugungi kunda 17.858 nafar aholi istiqomat qiladi. Shundan 9.232 nafarini ayollar, 8.561 nafarini erkaklar hamda 6.033 nafarini yoshlar tashkil etadi. Mahallada ijtimoiy profilaktika tizimi doirasida samarali ishlar olib borilyapti. Jumladan, joriy yilning 3 oy davomida jami 93 ta xulosa shakllantirilib, ularning 78 tasi ijobiy hal etildi. Shuningdek, mahallada alohida toifadagi shaxslar ro'yxati shakllantirilib, ular bilan manzilli ishlar yo'lga qo'yilgan. Aholi xavfsizligini ta'minlash borasida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanilmoqda. Jumladan, hududga 166 ta video kamera o'rnatilgan bo'lib, ularning 244 tasi shaxsni yuzdan tanib olish, 22 tasi avtomashinalar davlat raqami belgilarini aniqlash, qolgan 74 tasi esa kuzatuv kameralari. Bu orqali mahallaga kirib chiqayotgan shaxs va transport vositalarini nazorat qilish, qidiruvdagi yoki shubhali shaxslarni aniqlash imkoniyati yaratilgan. Hududda joylashgan oliy ta'lim maskanlarida huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan ishlar tizimli ravishda tashkil etilgan. Talabalar xavfsizligini ta'minlash borasida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanilmoqda. Jumladan, hududga 38 ta video kamera o'rnatilgan bo'lib, ularning 2 tasi qalqon bazasiga ulangan holda shaxsni yuzdan tanib olish imkoniyatiga ega. Viloyatda rahbarlar tomonidan muntazam ravishda amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilinib, Chilonzor tajribasini samarali joriy etish orqali jinoyatchilikni barvaqt oldini olish, aholi muammolarini mazmunli hal etish, yoshlar va xotin-qizlar, shu jumladan talabalar bandligini ta'minlash hamda hududlarda barqaror ijtimoiy muhitni shakllantirish bo'yicha aniq va tizimli ishlar amalga oshirilyapti.